Qoraqalpoq yozuvchisi Muratbay Nizanovning Aqchagul baxtli oilaning fojiali taqdiridan hikoya qiluvchi qissa. Asal sujeti. Aqchagul ismli 3 bolali ayolning ko'chada manti sotib yurishi bilan boshlanadi. Bu ayol o'z vaqtida ovulning eng chiroyli, ko'zga yaqin, aqlli qizi edi. U sinfdoshi Nurjanni yoqtirardi. Vaqti kelgach ular turmush ham qurishdi. Nurjan ham ovulning eng ko'zga ko'ringan traktorchisi edi. U ko'plab yutuqlarga erishdi, ammo ovul oqsoqolining g'ayirligi sababli adolatsizliklarga uchrab, ovulni tark etishga majbur bo'ladi. Oilasi bilan shaharga ko'chib kelgan Nurjanni shahar ham quchoq ochib kutib olmaydi. Ko'p sarson sargardonchiliklardan so'ng obodonlashtirish tashkilotiga ish topib, eski traktorni hayday boshlaydi. Va falokat oyoq ostida deganlaridek bir falokat yuz beradi-yu, Nurjan 5 yilga qamalib ketadi. Ko'plab azoblangan Nurjan qamoqdan butunlay boshqa inson bo'lib chiqadi. Loqayd, beparvo, bora-bora xotinining boqimandasiga aylanadi. Aqchagul amal taqal qilib topib kelgan puliga butun oila ko'z tikib turadi. Shunday kunlarning birida Aqchagul bir idoradan ish topadi va tashkilot rahbari Aqchagulning eski tanishi Saqbay bo'lib chiqadi. Va hayot shu zaylda davom etaveradi. Aqchagul ancha o'zini tiklab olgan. Bu orada Nurjan ham unga yordam berish maqsadida ish topadi va ishlay boshlaydi. Aqchagul bir kun kelib Saqbayning tuzog'iga tushib, butun hayoti ag'dar-to'ntar bo'lib ketadi va chet elda o'qiyotgan qiziga bo'lgan voqeani bayon qilib xat yozadi va o'z joniga qasd qiladi. Yozuvchi bu bilan nima demoqchi? Ayollarning ham o'qimishli bo'lib, hayotda o'z o'rinlarini topishsa, Aqchagulning hayoti kabi ayanchli taqdirlar bir oz bo'lsa-da kamayishiga umid qiladi. Aziz kitobxonlar, sizlarga ham bu asarni mutolaa qilib chiqishingizni tavsiya qilib qolaman.